O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida raqamli transformatsiya davrida huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida zamonaviy chaqiriqlar va tahdidlar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Hozir shu haqda. Mazkur konferensiya 30 dan ortiq davlatdan kelgan 100 dan ziyod yetakchi olimlar, amaliyotchi mutaxassislar, sohaviy tashkilot va muassasalar vakillarini birlashtirdi. Tadbir doirasida huquqni muhofaza qilish sohasida tez sur'atlar bilan kechayotgan texnologik o'zgarishlarni chuqur tahlil qilishga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu anjumanning o'tkazilishi kasbiy muloqotni rivojlantirishda muhim bosqich bo'lib, raqamli transformatsiya sharoitida jamoat xavfsizligi va huquq-tartibotni ta'minlashga doir amaliy yechimlarni ishlab chiqishga xizmat qilmoqda. Tadbirda so'z olganlar Huquqni muhofaza qilish akademiyasining faoliyati va yutuqlarini alohida qayd etishdi. Akademiya o'z sohasida yetakchi ta'lim va ilmiy tadqiqot markazi sifatida prokuratura va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Raqamli transformatsiya sharoitida akademiya zamonaviy ta'lim metodlarini joriy etish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va xavfsizlik hamda huquq tartibotni ta'minlashning dolzarb masalalari bo'yicha ilmiy yechimlar ishlab chiqishga faol hissa qo'shayotgani e'tirof etildi. Yangilangan O'zbekiston Konstitutsiyasining 20-moddasi aytadiki, inson huquq va erkinliklari bizni qonunlarimizni mazmun mohiyatiga aylanishi kerak. Demakki, inson huquq va erkinliklari raqamlashtirish davrida ham ularni hech kim, hech qaysi davlat organi, hech qaysi davlat xizmatchisi buzishga haqqi yo'q. Va aynan shu munosabatlardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bevosita raqamlashtirish rivojlangan sari u tomonidan qo'yilayotgan tahdidlar va risklar ham ko'plab e'tirof etilmoqda. Demak, konferensiyaga yig'ilgan olimlar, talabalar, fan arboblari va amaliyotchilarning oldida turgan asosiy masala aynan shundan iborat. Konferensiya dasturiga ko'ra huquqni muhofaza qilish, kiberjinoyatlarga qarshi kurashish va boshqa yo'nalishlarda qator sessiyalar tashkil etildi. Ularda qonuniylikni ta'minlash, inson huquqlarini himoya qilish, sud huquq islohotlarini rivojlantirish va korrupsiyaga qarshi kurashish sohalarida faoliyat olib borayotgan ekspertlar ishtirok etdi. Ma'ruzalarda qonun ustuvorligini ta'minlash, davlat boshqaruv organlari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash, davlat organlari faoliyatida ochiqlikni oshirish hamda transmilliy tahdidlarga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikning o'rni haqida so'z yuritildi. Bugungi kunda hayotimizdagi ko'plab yo'nalishlar, xususan ta'lim, bank xizmatlari, davlat xizmatlari, hattoki kundalik xaridlarni ham raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirmoqdamiz. Shunday bir sharoitda qonunchilik ham bu jarayonlarga mos va hamohang bo'lishi juda muhim. Avvalo inson huquqlari va fuqarolarning shaxsiy manfaatlari raqamli makonda ham to'liq himoyalanishi kerak. Aynan shu maqsadda Ichki ishlar akademiyasi, Bosh prokuratura, raqamli sud, tibbiy ekspertiza markazi kabi muassasalar bilan hamkorlik qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bunday hamkorlik bir tomondan zamonaviy qonunchilikni inson huquqlarini samarali himoya qilish darajasiga olib chiqsa, ikkinchi tomondan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining kiberjinoyatlarni aniqlash, dalillarni yig'ish va ularning oldini olish bo'yicha zarur bilim va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi. Anjuman davomida aynan shu kabi dolzarb masalalar muhokama qilindi. O'zaro tajribalar o'rtoqlashildi. Anjuman doirasida Huquqni muhofaza qilish akademiyasi hamda qator milliy va xalqaro hamkor tashkilotlar, jumladan O'zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo'yicha milliy markazi, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Markaziy bank, Adliya vazirligi huzuridagi qonunchilikni tahlil qilish va regulyator hujjatlarini baholash instituti va boshqa qator tashkilotlar bilan anglashuv memorandumlarini imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Imzolangan memorandumlar tajriba almashish, qo'shma ilmiy loyihalar va ta'lim dasturlarini rivojlantirish, huquqni muhofaza qilish tizimining raqamli barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Nufuzli anjuman ertaga Samarqandda o'z ishini davom ettiradi. Shahnoza Samandar va Nurdavlat Ilyosov, Poytaxt.